Ha yo'q, aka, rostdan shunaqa bo'lyaptimikan? Rostdan shunaqa. O'zbekistonda sozandalar, jamoatchilik bo'lib ketmanglar, ko'zinglarni ochinglar. Assalomu alaykum, biz YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun gaplashib o'tiribmizda loyihamizni 15-soni va bugungi mehmonimiz Durum Show asoschisi Nazarbek Abdulhamidov akamiz tashrif buyurgan. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum hammalarga. Siz haligi juda katta burilish bo'ldingiz bizga. Bugun juda zo'r podkast bo'ladi. Yo'q demaganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa. Endi aka, savollarga o'taveramiz. Siz bilan o'zi ko'p gaplashib naqlamiz, savollarni boshlaymiz. Bu loyihani biz tashkil qilib bir chaqirganimizda podkast bir gaplashib o'tiribmizda, bir intervyu deganimizda hayolingizdan nima o'tdi aka? Hayolimizdan birinchi savol-javoblarga to'g'ri javob berish o'tdi avvalo. Savollarga qanday qilib to'g'ri javob beramiz deb shu hayajonlar bo'ldi. Siz bilan biz futbolda ko'rishdik. Pastroqqa tushsanglar, Asekada Media Liga nomli videomiz turibdi, ko'rishdik. Media Ligada hali ham faoliyatinglar bormi? Qachondir o'yin rejalashtiryapsizmi meni? Ha, xudo xolasa Media Ligada Hayrat akalar bilan o'yinimiz bor yaqinda, shu kunlarda xudo xolasa bo'ladi o'yinimiz. Sizlarga ham xabarni berib qo'yamiz. Biz Durum haqida savollarimiz boshlashdan oldin bosh homiylarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Asaka Turizm sayyohlik agentligi hamda Florida Travel jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va biz podkastimizni boshladik. Necha yildan buyon aka bu Durum sohasida bir shug'ullanib kelasiz? Bu sohada 2013-2014-yildan beri shug'ullanib kelamiz. Durum Show komandasini tuzganimga 2022-yilda tuzganman. 2022-yildan beri Nazarbek Durum Show jamoasini boshqarib kelaman. 4 yildan beri. 4 yildan beri. U komandada nechtasizlar aka? Komandada asnoviy ishlaydiganlarimiz 5 kishi, 6 kishi ishlaymiz. Endi orqada yana qo'shimcha ishlaydiganlar, sahna teradigan, boshqa shunaqa ishlarimiz bilan 10 kishidan oshib ketamiz komandamiz. Xo'p, bu qandaydir Durum O'zbekistonga unchalik ko'p bo'lmadi kirib kelganiga. Shu narsani kimdirdan bir o'rganib, kimdirgadir bir havas qilib bir kumir deydi-yu, shunday bir insoningiz bormi? Qandaydir bir ustoz sifatidami ko'radigan insoningiz? Bor albatta. Bu soha o'zi menga ota kasb hisoblanadi. Lekin Durum Showda Andijonlik Ali Durum Show degan akamiz bor. Shu akamizga havas qilib boshlaganmiz. Shu akamizga havas qilgan holatda hozir ham davom ettiramiz. Xo'p, bu soha asosan to'ylarda ko'proq bo'ladimi? Ko'plar to'ylarda hozir ommalashib kelyaptimi yoki ochilish marosimi, qandaydir bir bayram, festivallardami? Endi hammani har xil yo'nalishiga qarab, meni yo'nalishim to'y sohasiga qaratilgan. Men aslida to'y sohasida faoliyat yuritaman. Bu to'yga qandaydir bir yana bir joziba bag'ishlaydi deb aytsam bo'ladi, bir bemalol. Ha, bemalol sahnalarimiz bor, sveta muzikalarimiz, komandamiz bor, Xudoga shukr. Bemalol to'yni qizdirib, ko'ngildagidek o'tkazamiz. Kimlardir yoki o'zimiz bir qandaydir to'y marosimi bo'lyapti. Sizni jamoangiz bilan birga taklif qilinadi, to'g'rimi? Bir o'zingiz kelmaysiz, jamoangiz bilan bo'lasiz. U joyga albatta sahna so'raladimi, sahna kerakmi, kerak emasmi? Yo, albatta bu qo'shilib boriladimi sahna sizlar bilan birgalikda? Ko'p bir 95% holatda sahnam bilan boraman, chunki sahnalar o'zimniki. Nazarbek Durum Showda обязательно sahnalarimiz bilan boramiz. Komandam bilan boraman. Narxlarda o'zgarish bo'ladimi sahna qo'shilganda? Ha, narxlarda o'zgarish bo'ladi sahna qo'shilganda. Sahnasiz bo'lsa narxlar arzonroq bo'ladi, sahnalar bilan qimmatroq bo'ladi. To'y sezonda, to'yxonalarda gaplashdik. To'ylarda sezon paytida 2-3 oy oldin anaqa oldinda yuradi. Shu joylar to'lgan bo'ladi, zakaz qilib qo'yish kerak degan gaplarni Baxtiyor aka organizator aytdi. Sizlarda qanday bo'ladi? Misol to'ylar qancha oldin bir aytsa ulguradi sizlarga. Albatta bilaman, hozir aka sizni o'zingiz vaqtingizni topib kelish bizga qiyin bo'ldi. Shuning uchun savol beryapman. Bizga ham 1 oy, 1-2 oy oldin zakaz qilinadi. Bizdan shu to'yxonalar zakaz qilinadi, keyin bizga zakaz qilinadi aslida. Birinchi to'yxona gaplashinadi, keyin biz gaplashinadi. Sizlar ko'proq hali to'yni boshlashigami yoki istalgan joyda, istalgan vaqtida qo'shilib ketsa bo'laveradimi Durumda? Yo'q, biz aslida to'yni boshlab beradigan odam bizmiz. Ertalab saharda borib boshlaymiz. Mazaredalarda ham borib birinchi boshlaydigan bizmiz. Ochilish marosimlarida-chi? Ochilish marosimlarida ham ko'p borib turamiz. Kuzatsanglar, Instagramga joylab boramiz. Ochilish marosimlari ham kuzatish bo'lib turadi. Aka, qarang unda, sizni bir va'dangizni olib olaman. Hamma tomosha qilib turibdi, YouTube'dagilarimiz shu yaqin kunlarda Asakamizni
Sohil bo'yi kafesida bir konsert uyushtiryapmiz. Shunga xudo xolasa taklif qilamiz, albatta sahnalaringiz bilan bir kelib o'zingiz biz bilan bir yelka-merga turasiz aka. Xudosi sizlar ishni boshlanglar, xudosi qo'limizdan kelgancha komandamiz bilan nima xizmat bo'lsa tayyormiz. Biz shunday bir anaqa hayron qolyapmiz. Sizni taklif qilib mana so'raganimizda ham yo'q demadingiz. Sahningiz bilan birgalikda endi ko'pchilikda dardi pul. Akangiz bo'lsa ham, bir yaqiningiz bo'lsa ham, "Mancha bo'ladi" deb aytganlar bor. Lekin sizlar nafaqat siz, balki boshqa bir yonimizda turganlar qandaydir bir pulga nima qilib, "Uka, mancha bo'ladi, mancha emas, abdushi" deydigan akalarimiz borligidan biz xursandmiz. Katta rahmat. Sizni taklif qilamiz jamoangiz bilan birgalikda. Ha, xudo xolasa shunaqa yoninglarda turadigan, yelka-melka turadigan akalarlar bo'lib qolamiz doim, xudo xolasa. Xo'p, sostav bilan deyapsiz. Menga qiziq. Sostavni olib yurish sizni jamoangiz bilan o'zingiz jamoa sardori sifatida bu qiyin emasmi sostavni olib yurish? Qiyin albatta, jamoa sardori bo'lish doim qiyin bo'lib kelgan. Birinchi boshlaganimda, Nazarbek Drum Show'ni boshlaganimda komandamga pul yetkiza olmasdan uyimdan pul olib chiqib berasdim. Shunday kunlarimiz ham bo'lgan. Hamma yo'q o'zimniki bo'lib turib, uyimdan pul olib chiqib bergan kunlarim bo'lgan. Hozir shunaqalar ham yo'q deb bo'lmaydi-da, bo'lsa kerak haligi to'yda baribir orqada turgan odam ham sizni baribir yordam bergan odam-u, shunga yana safar расчет qilib beramiz degan joylari sizda unaqa holatga uchramaganmi? Yo'q, shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun men uyimdan pul olib chiqib berganman deyapman. Shunaqa holatlarda uyimdan pul olib chiqib berganman. Hech qachon komandamga oz pul bermaganman, Xudoga shukr. Komandamni doim o'ylayman. Komandam uchun kurashadigan insonman. Komandam doim men uchun ham kurashadi, shuning uchun. Endi haligi bitta odam o'zi bo'lishlik boshqa, bir jamoa bo'lsa, yana ham bir yengillik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Xo'p, boshqa yana Drum Asakada faoliyat olib borayotganlar bilan bir qisman tanishmisiz yoki shunaqalar bormi yana sizdan Nazarbek Drum Show'dan tashqari? Hozir Asakada menga konkurent yo'q, Andijonda bor. Endi Andijondagi akalarimizga havas qilib uramiz. Ularni konkurent deb hisoblamayman, o'zimga ustoz deb hisoblayman, lekin Asakamizda menga konkurent yo'q. To'y sezonlar bo'lsa, akamizga chiqarasizlar. Aka, shunday o'zi ochilish tadbirlariga borishga o'zingiz qanday qaraysiz masalan? Zo'r qarayman, o'zi doimiy olib borish kerak shunaqa ochilish marosimlariga, aytish kerak, chiroyli chiqadi, fayzli bo'ladi. Biz birinchi ish faoliyatimizni boshlaganimizda Globus savdo markazida konsert qo'yganmiz. Konsert qo'yib, ashidan boshlaganmiz. Birinchi ish faoliyatimiz. Birinchi ish faoliyatingiz. Birinchi Globus savdo markazida konsert berganmiz. Keyin boshlangan. Shu sostav bilan, komandangiz bilan bo'lib turadigan bir kulgili holatlar ham bo'ladimi, qandaydir? Bo'ladi, ko'p bo'ladi. Yodimdagi kelib qolgani, bir yil Mazaredada to'y o'tkazayotganimizda shashilinch holatdamiz. Skripkachimizni kutib turibmiz, kech qolayotdi. Kech qolib keldi. Mashinasini shunday ochsa, skripka yo'qdi ichida. Rosa kerakli paytda, keyin borib olib kelganmiz, eplab turganmiz. Bir hali sizlarga svet o'chib qolish xalaqit beradimi? Bo'ladi, ko'p bo'ladi. Yaqinda ham bo'ldi. Svet o'chib qoldi. Sovuq paytda edi. Svet yonishini 1 soat, 1,5 soat kutib, baribir yonmadi. To'y paytida. To'y paytida Mazareda dedi. Bunda holatlarda qanday bo'ladi u? To'ydamidi u? To'yda egasidan qanday bo'ladi u? Kelishuvlar keyin. Yo'q, kelishuvimizga ta'sir qilmaydi. Kelishuv ash holatda bo'ladi. Svet yonsa xizmat qilib beramiz. Svet yo'q bo'lsa, unga bog'liqda, to'g'rimi to'y qilayotganga? Svet bo'lsa xizmat qilib beramiz. Svet yo'q bo'lsa kutib turamiz, iloji yo'q. Shu vaqtlar o'tib, shu Asakamizda yana bir shunday bir Drum qandaydir bir rivojlanib ketishiga bir ko'zda yetadimi? Qandaydir bir darajaga chiqib ketishiga shu soha? Ha, albatta, har yilgidan darajada o'sib boryapmiz. Xudosi, yangiliklar ham qilib boramiz. Qancha yangilik qilib borib, o'z ustingizda ishlasangiz, o'zingizga sarmoya kiritsangiz, o'sish bo'ladi, albatta. Shogirdlar ham chiqarasizmi hozirda? Ha, shogirdlar chiqaramiz, qo'limizdan kelgancha. Endi biz ham ustozlik darajasiga yetib borganimiz yo'q. O'zi bilan ish faoliyatida bo'ladi. Ha, o'zimiz yonimizda yuradi, doimiy yonimizda yuradi. To'ylar asosan sizlarda qaysi sezonlarda bo'ladi? Asosiy sezon ro'zadan keyin boshlanadi. Shu bilan yana ro'zagacha demadingiz. Faqat ro'zada bo'lamiz 1 oy demadingiz. Faqat ro'zada dam olamiz. Ro'zan shunaqa bo'ladi. Ha, bizni kuzatayotganlar biladi. Yangi yilda ertasi kuni 1-yanvar kuni ham to'yni boshlaganmiz. Xo'p, qandaydir bir davlat ochilish marosimlarida ham qatnashyapsizlar? Ha, qatnashamiz. Sostav bilan birgalikda. Ha, sostav bilan.
Pul sizlarda men ko'proq tushunmayman, qism bo'linadi deydi. Shunaqa bo'ladimi? Qolgan komandalarda bunaqa pul qism bo'linmaydi, pulni hammasi bo'linmaydi. Kelishilgan qanchadir summa stavka deyiladi, stavka berib qo'yishadi. Menda qism beraman, men hammasiga hamma pulni teng bo'lib beraman. Ularda qandaydir bir o'zgarish bo'ladimi stavka? Qanday u? Tushgan puldan bo'ladimi yo nima bo'ladi? Mana stavka bo'lsa, mana hamma san'atkorlar eshitib olinglar, hammanglarga taalluqli. Sozandalar ham odamda, sozandalarda ham san'atkorlar uyida bor odamlar kutishadi. Ular ham oilasida bir xil xarajat qiladi. Stavkada san'atkor qanchadir miqdorda ko'p pul olib kirib ketadi, sozandalar ozroq miqdorda belgilangan summani olib kirib ketishadi. Unaqa narsa noto'g'ri deb o'ylayman, chunki sozanda mehnat qilyapti, mehnatiga yarasha pulni olish kerak. Unaqa hamma pulni san'atkor yo to'y oladigan organizator kim bo'lishidan qat'iy nazar olib kirib ketishi noto'g'ri, chunki sozandaning ichidan baribir rozi bo'lmagan narsa o'tadi deb o'ylayman. Undan ham baribir ertasiga yana birga xizmat qiladi-yu, to'g'rimi? Iloji noilojlikdan chiqishadi deb o'ylayman. Men unaqa narsa bo'lmasin deb komandamga qism beraman. Hamma tushgan pulni teng bo'lishamiz. Sostavimiz rozi, shuning uchun harakat qilishadi. To'g'risan shunaqa bo'ladimi? Ha, bizda hamma teng pul oladi. Eng zo'r jamoa deb sizlarning komandalarda Asiya bo'ladi. Ha, bemalol. Xo'p, asakamizda boshlangan bu podkastga qanday qaraysiz o'zingiz fikringiz? Podkast zo'r qilibsizlar, yangilik bo'libdi. Yana ham o'z ustinglarda ishlasanglar, xursand bo'lamiz. Yana ham yangiliklar qo'shinglar, qo'lingizdan kelgancha. Bir hamma hozir ko'rsa kulishimiz mumkin. Ha, mana dedi-da deb o'tirib, haligi qiynalganman deb gapirib o'tiradi-yu. Shu narsalar sizda bir qanday bir o'silishingizda, endi o'sib borayotganingizda bir qandaydir qiyinchilik paytlari ham bo'lganmi shu sohada, aynan shu sohada, turumchilikda? Yo'q, men unaqa qiyinchilikdan chiqqanman, unaqa deb gapirmayman, chunki qiyinchilikdan chiqmaganman, Xudoga shukr. Men shu sohani sevganim uchun bu sohada o'sish qilaman, o'zimni ustimda ishlayman. O'zi aytingiz, oldindan kerak bo'lsa, komandaga uyimdan pul olib chiqib berib bo'ldim, shunday narsani bir yaratganman deb. U qiyinchilik deb hisoblamayman o'zim uchun. Shu sohani sevganligim uchun borimni berganman. Hozir ham Xudoga shukr shu sohada zerikmayman, charchadim demayman. Sahar tursam, sahar turaveraman, kech uxlasam charchadim demayman. Soha uchun jonimizni beramiz. Kelajakda yana bir qanday bir biz eshitsak hozir wow deydigan bir narsalar o'ylayapsizlar, bir qandaydir yangiliklar, komandalar, jamoalar bilan birgalikda? Xudo xolasa Asaka xalqi kuzatib turinglar. Yaqin kunlarda katta guruh olib kiramiz, Xudo xolasa Asakaga. Kuzatib turinglar. Biz shu narsalarni hamma kirganlar aytilyapti-da, zo'r hit qo'shiqlar hali oldinda, eng zo'rlari hali oldinda, shunaqa narsalar bo'lyapti. Demak, Asakada media endi zo'r rivojlanyapti. Qanday fikrdasiz? Albatta hamma yaxshi ketyapti, hamma harakatda tinmasdan biz ham harakatdamiz. Biz endi aslan natija gapiradi, natijaga qaraymiz, raqamlarga qaraymiz. Hop, boshqa sozandalarga ham hammalarga omad shu Asakamizdagi bir mediani qandaydir bir ravishda bu boshlanishi deb o'ylayman men ham. Bizni shu paytgacha kuzatib kelganlar hammalarga rahmat. Shu durum haqida bir qandaydir savolinglar bo'lsa, izohlarda yozsanglar, akamiz albatta o'qib, bularga javob beradi. Bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimizga bir iliq fikrlaringiz bo'lsa, hamma kuzatayotganlar, qo'llab-quvvatlanglar, obuna bo'lib kuzatinglar. Rahmat aka. Hech kim unaqa demadim. Mana shu paytgacha hech kim unaqa demayapti. Hech kim o'zini dardini aytib ketaveradi. Yangi chiqayotgan odamni doim qo'llab-quvvatlash kerak. Shunda o'zida kuch-quvvat yig'adi. Doim harakatda bo'ladi, qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz shu yana aytib o'taylik, Asakada Xudo xolasa yaqinda tez kunlarga bir konsert uyushtiramiz. Xudo xolasa konsertimizda haqiqatan ham sizni kutib qolamiz. O'zingiz bu yerdan tashqarida ham haqiqatan aka davay dedi, Abdushi dedi. Katta rahmat aka, sizlardaqa bir yonimizda akalarimiz borligidan biz o'zimiz ham chin dildan faxrlanamiz aka. Shunday sizlar borsizlar, biz ham o'sishimizga qandaydir bir turtki beryapti. Albatta, doim Xudo xolasa yoninglarda yelkama-yelka turamiz. Doim harakatdan to'xtamanglar. Rahmat. Bizni shu podkastlarimizni o'tkazishimizga yaqindan yordam berayotgan Asaka Turizm sayyohlik agentligi hamda Florida Travel jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va bizning podkastimiz shu yerda yakunlanadi. Bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Bundan keyin zo'r podkastlar hali oldinda. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.